Uchinchi garaj servisi bilan уже. Servis bu tuzatishadi boshlar. Siz Defender'ingizmi bu? 007'miz ana. 007. Wow. Kim tuning qilgan bunaqa? Defender это bularniki mana keling. Bu original, men uni tuning qilmaganman. Bu o'zi O'sha James Bond yurgan mashina. Mana Defender 007. Wow. Просто bu mashinalar yo'q. Bu adashmasam shu yerdagi Dubai lokallarni eng yoqtirgan mashinasi Defender. Haqiqatan ham недорожник. Обычный Defender, bizda 007. 007niki. Wow. Bosing knopkani. Ovozlari ham qilingan mana. Meridian so'rab. Bunichi haydaysizmi? Иногда бывает. O'zi Defender'da unaqa briskan ovoz yo'q-da bu ana Ferrari'ga o'xshash ovoz bo'lyapti. Voy, popcornlar ham bor ekan. Do'stlar, men bugun uxlolmayman kechqurun точно. Men xafaman. Yaxshi ma'noda o'zimga, voy. Bu nima? Bu endi ana qishda sekin yaxshi odamni o'tkazib olib yoningizga aylansangiz bo'ladi-da. Nima bu? Birinchi marta bunaqa mashinani ko'rishim. Venice. Qanday mashinasi bu? Yo'q, bu shu siz o'qigan Venice kompaniyasi bor, который bu mashinani ular o'zlari ixtiro qilib, yarim mashina, yarim mototsikl. Ozgina такой. Endi men yoqtirmayman. Bu raritet emasmi? Современный mashina. Bor. Mana raritet. O. Yana Volga.